Aslida bu sequence problem. Sequence berilgan, shuni limitini topishimiz kerak cheksizga intilganda. Qanday fikrlar bor? O'ylashinglar mumkin, mana bu yerga shunday cheksizlik qo'yib tashlasak bo'ladimi deb. To'g'rimi? Cheksizlik qo'yadigan bo'lsangiz, x bo'lingan cheksizlik. Nima bo'ladi? 0 bo'lmaydi-da, chunki x ning intervali qayerda? 0 bilan cheksizlikgacha. Bo'ladi. Cheksiz bo'lishi ham mumkin. Ya'ni qiymati aniq emas, cheksiz bo'lingan cheksiz. Shuning uchun shunchaki infinityni qo'yish bilan hal bo'lmaydi bu misol. Darajani pasaytirsak bu narsa beradimi? Baland ko'tarsak bor. Ikkala taraf. Darajani pasaytirsak nima demoqchisiz? ln ikki tarafni olsak agar n tushadi. Aha. Shu narsa beradimi deb o'ylayapman. Bundan ko'ra integralni hisoblasak bo'ladi-ku. Faqat mana bundan qutulishimiz kerak. Substitution qilsak bo'ladi. Misol uchun xn va deb olaylik. Okay. Qayerga o'zgaradi endi? Tan interval. Birinchi x 0 bo'lganda qo'yib ko'ring 0, 1 ga o'zgarar ekan. Agar n bo'lganda-chi? N qo'yamiz, 0 ga o'zgarar ekan. Okay. Endi bizga dx kerak, ikkala tarafdan hosil olaman minus dx n dt. Dx teng minus n dt. Mana shu. Bo'ldi. Bu integral o'zgaradi. Birdan, chunki 0 berganimizda 1 bo'ldi. N bo'lganda 0 ga aylandi. Tanasi dx o'rniga nima qo'yamiz? Mana buni. Minus n dt. Minus n ni integraldan chiqib yuborsak ham bo'ladi. Mana bu yerga. Okay? Mana endi oddiy integralga kelib qoldi. To'g'rimi? Tab bo'yicha. Hop, mana bu minusni buni switch qilsak bo'ladi 0 bilan 1 ni, to'g'rimi? Propertiesga ko'ra 0 va 1 tan dt. Okay, demak buni integrali n plus 1 n plus 1. Demak n plus 1. Okay, limiti plus 1 eng katta o'suvchi funksiyonlarning nisbati n bo'lingan n.